hozirda 74 million so'mga yemaklayotlik pastda hamma raqamlarimiz, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana biz bugun Farg'ona shahar Odilaka to'g'ri Shahmardonobod qishlog'idamiz. Bu yerga ikkinchi, uchinchi marta qo'yib beryapmiz. Odilda yaxshi to'k ishlab chiqaryapti do'stlar, chunki bu nisbatan salqinroq. Xo'p, bu obyektimizga 20 gigavatlik quyosh panel stansiyasini o'rnatib beryapmiz. Bu yerda 30 dona panel ko'rsatishingiz mumkin. Mana shu tarzda o'rnadi. Bu yerda tomdan kelib chiqib o'rnatib berdik. 3 ta tomni ustiga bitta chiroyli qilib qo'yib berildi. Xudo xolasa tekis chiqqan. Demak, panellarimiz Longi Haymoikson. Oxirgi rusumdagi effekti ham zo'r, chiqarishi soyada o'zini yaxshi his qiladi. Kam quyoshga ham yaxshi ishlab beraveradi. To'k chiqarishi yaxshi. Demak, konstruksiyamiz to'rtga 4 profillardan, to'rtga 2 profillardan va ug'urlardan qilib ular kraska qilib beryapmiz. Bu yerda hamma narsa ko'rsangiz, maxsus quyosh panellari uchun ishlatamiz. Krepleniyasi, karkaslarimiz, hamma PV kabellari hammasi maxsus quyosh panel uchun yoki quyosh panel qo'ysa bo'ladigan narsalarni o'rnatamiz. Haligi hech qanday muammolar bo'lmaydi. Biz maksimalni premium tovarlarni ishlatamiz. Demak, bu yerda hozir 30 ta panel shu tarzda o'rnagan, graduslarimiz 35 gradus. Hozirda optimal 35 gradus. Agar kimrog'ali 30 gradus, 20 gradus yetgan bo'lsa, birozgina xato, jichcha xato. Nimagaligini endi telefon qilib aytib beramiz. Hozir pastda hamma raqamlarimiz, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Biz hozir pastga tushib sizlarga invertorda qay tarzda o'rnaganini ko'rsatamiz. Invertorda oldinga tushib oldik. Invertorimiz shu tarzda o'rnadilar. 20 kW invertor mana bizni uyaltirib qo'ymagan, xudo xolasa yaxshilayapti. Shu ko'rinishda o'rnaydi bu. Hozir yana ish jarayonidamiz. Buni to'liq tugatganimiz yo'q. Patasibollarimiz xolos tugatib berishadi. Demak, 2-aprel sanasi hozirda 74 million so'mga yemaklayotlik quyosh panel stansiyasini o'rnatib beryapmiz. 74 million so'mga DA invertori 30 dona Longi Haymoikson o'rnatib beramiz. Xudo xolasa chiqarishlari joyida bo'ladi. Biz aytilgan maksimal o'sha daromadni beradi. O'sha daromadki o'sha maksimal tok chiqarib beradi. Demak, yana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda biz 20 kilovatligimizga bitta AC avtomat o'rnatilgan. Bu yerda birda aytilamiz 2 dona DC avtomatlarimiz va uzuklarimiz. Shu tarzda bu barcha masalan tokiga masalan AC avtomat, bu yerda aytilamiz bu himoya, chaqmoqdan himoya, DC avtomatlarimizni qo'yib beramiz. DC avtomatlarimiz ham premium 1000 volt, xo'sh 1000 volt 25 amperlik qo'yib berilgan. Xudo xolasa ular joyida yaxshi kichkina qilib qo'yilmagan, amper kichkinasi qilib qo'yilmaydi. Chunki 20 kilovatdan bu kichkina emas. Shunday qilib, masalan, kim o'ziga shunaqa quyosh panel stansiyasini o'rnatmoqchi, qanday savollari bo'lsa, navozmi qiziqmoqchi bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Kanalga bir podpiska qilib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar degan umiddaman. Rahmat.